Assalomu alaykum akalar. Mana xudo xolasa 20-yanvarda olib kelgan radojni qushlarimizni 7 ta tuxum qo'ygan. O'sayotgan ekan. Xudo xolasa qushlarimiz ham 3-4 kunda ochib chiqish kerak. Hop, yana bu paramiz ham tuxumda yotibdi. Bu paramizda 4 ta tuxum edi, adashmasam. Keyin perxulilarimiz ham tuxumga kiribdi, xudo xolasa. Bitta tuxum qo'yuvdi kecha. Lekin perxulilar ham ko'payishni boshlashyapti. Yana bitta narsalarga yetib ketmoqchiman akalar. Shu paramizda oldin bu qafasda turardi. Bilan olib kelmasimizdan oldin. Bu qafasda gideydi bir oylar turdi. Tuxumga kirmadi, ko'paymadi. Lekin bu qafasga olganimizdan keyin sekin harakatga kirib bir hafta 10 kunda tuxumga kirib ketdi, xudo xolasa. Agar sizlarning ham qushinglar shunaqa 1-2 oy turib tuxum qilmayotgan bo'lsa, yoki joyini o'zgartirib ko'ringlar, yoki boshqa qafasga olib ko'ringlar. Xudo xolasa tuxumga kirib ketish kerak harakat qilib. Agar bunday ham bo'lmasa, mudasini ajratib turasizlar-da, nari o'zini qoldirasizlar. Bu yerda 2-3 kundan keyin yana mudasini qaytarib nari oldiga qo'yib qo'yasizlar. U 2-3 kunda nari o'zi turadi, nari zerikib qoladimi? 2-3 kundan keyin mudasini tashlasanglar, nari sразу bosishga harakat qilib, mudani bosishga harakat qiladi. Kuzatib tursanglar, ochib chiqqanlarini ham qo'yamiz.